Konkret qo'ygan sistemada muammo ko'proqmi yo gibriddan? Gibrid sistemalarda muammolar ko'proq chiqadi, chunki uni boshidan to'g'ri montaj qilinmagan bo'ladi, hisob-kitobi to'g'ri qilinmagan bo'ladi, oddiy charging, discharging rejimlarini hattoki to'g'rilashmagan yoki noto'g'ri to'g'rilab qo'yishgan bo'ladi, qishki yozgi rejimga to'g'rilamasdan. Bypass sistemalar ko'p joyda qo'yilmagan. Bizning tavsiyamiz gibrid qo'yganda bypass sistema qilish qat'iy qilinishi shart bo'lgan narsalardan bittasiga kiradi, chunki har xil holat bo'lishi mumkin. Men chaqirganda hamma ishingizni tashlab borolmay qolishingiz mumkin. O'sha hisobidan bypass bo'lgani yaxshi. Biroq muammo boshlansa bypass rejimiga o'tkazadi. Bizning servisimizga telefon qiladi va ustalarimiz imkon qadar tezroq yetib borishga harakat qilishadi. Tizimni to'g'rilab berishadi. Mijoz elektrsiz qolib ketmaydi. Gibrid sistemada asli tomonda muammo ko'p bo'lishi mumkin. Bor narsa ham u bizda uni bektirgan joyi yo'q. Ashti 10 tadan 8 ta xonadonda yoki tashkilotda asli tomoni juda ham sust. Напряжение tushib ketyapti, yo ko'tarilib ketib qolyapti, katta skachoklar impulslilar kelib qolyapti. Yaqin atrofda zavod fabrikasi bor joyda. Yana nima? Gibridni nastroykasi noto'g'ri qilinishi. Har kim duch kelgan odam qo'yishni bilaman deb qo'yib tashlayotganini orqasidan ham bo'layotganlarni ko'ryapmiz, chaqirishyapti, boryapmiz, qarayapmiz. Maqtalgan joylar, qo'ygan joylarni ham borib to'g'rilab keldik kerak bo'lsa. Fizический ishini qilib. Bizga murojaat qilgan mijozlar rahmat deyishyapti, mamnun bo'lib qolishyapti, raqamlarimizni saqlab ham qo'yishyapti. Mabodo nima bo'lib qolsa